Hisobchining ishga olinishi. Mana, bir necha yildan beri tijoratimiz gullab yashnayapti. Abdullohning karvoni dunyoning 4 tarafiga qatnab tijorat qiladi. Asosan gazlama va mo'yna sotiladi. Tijorat boshlanib, to shu kungacha eng mohir ishchilar yig'ildi. Savdo va boshqa ishlarga jami 300 kishi yollandi. Ularning orasida hisobchilar alohida tanlab olindi. Chunki agar hisobchi qing'ir bo'lsa, ishlar oldinga yurmaydi. Shu ishni boshqarishga Abdulloh rosa 2 yil deganda bir odam topdi. Uning bir shiori bor. Ishga sekin sinab olamiz. Bo'shatsak, norozi qilmaymiz va muddat beramiz. Xurosonda tijorat qilib turganimizda Abdulloh tez-tez bozorlarni aylanar, hunarmandchilik ishlari bilan tanishar va yangilik izlardi. U ishlab chiqaruvchilar bilan savdo faqat u orqali bo'lishini kelishib olardi. U bu ishni narxlar ko'tarilib ketmasligi va chayqovchilar oddiy xalqni qiynab qo'ymasligi uchun qilardi. Bir kuni u menga bir joyga o'tib kelishimizni aytdi. Ko'chirayotgan kitobimni to'xtatib, unga ergashdim. Biz hunarmandlar bozoridagi bir do'konga kirdik. U yerda 20 yoshlar atrofidagi bir yigit alohida daftarlarga bir nimalarni yozib o'tirardi. Bizga qayrilib ham qaramadi ham. Abdulloh salom bergach bizga e'tibor qildi. Xijolat bo'lib, ishlarini to'xtatdi-da muzdek suv olib keldi. Abdullohga ustoz deb murojaat qildi. Men taajjublanib turganimda Abdulloh gap boshladi. Bu yigitni men 2 yildan buyon kuzataman. O'z ishini bilib qiladi. Mana shu do'kon xo'jayinining hisobchisi. Men do'kon egasi bilan gaplashdim. Endi u biz bilan ishlaydi. Mana 2 oydan beri o'ziga shogird tayyorlayapti. Shogirdi do'kondagi ishlarni eplaydigan bo'lib qoldi. Yaqinda biz bilan Iroqqa qaytadi. Keyin menga bir imlab qo'ydi-da, o'zi tashqariga chiqib ketdi. Bu ishonmasang o'zing bir ishini ko'rgin degani edi. Undan ishi bilan tanishtirishini iltimos qildim. U menga bir necha daftar olib kelib ko'rsatdi. Men shu vaqtgacha bu qadar aniq hisob-kitobli ishni ko'rmagandim. Daftarlari alohida ishlar uchun tutilgan ekan. Bittasi faqat kirib kelayotgan pullar uchun, yana biri xarajatlar, yana biri qarzlar, tag'in bittasi shartnomalar, bittasi rejalangan xarajatlar, bittasi sof foyda, bittasi bajarilgan ishlar uchun ekan. Yana bir necha daftarlari bor ediki, ularda narxlar yozilgan bo'lib, har katakchasida o'zgaruvchanlari, yangi va eski narxlari yozilgan ekan. Azbaroyi qoyil qolganimdan uni kechki ovqatga taklif qilib keldim. Shomdan so'ng u Abdullohning uyiga keldi. U bilan uzoq suhbatlashdik. Abdulloh unga savollar berdi. U odob bilan javob qaytarib turdi. Uying tinchmi? Alloh taologa shukr, tinchmiz. Singlingning to'yini qachon qilmoqchisan? Ozgina pul yig'sam, kelasi yili ko'klamga to'y qilaman. Sodiq ham saxiylardan bo'lib qo'lida pul turmasdi. Senga qancha pul kerak? 2 dinor. Senga shu pulni ortig'i bilan beraman. Singlingning to'yini ertagayoq o'tkazgin. Yaxshi ishlarni keyinga surish mo'minning ishi emas. To'y o'tgach, biz bilan Iroqqa ketasan. Rahmat, sizdan Alloh taolo rozi bo'lsin. Xo'jayiningga shogirding ma'qul keldimi? Ha, ishlar unchalik ko'p emas-ku. Undan keyin yangi xodim mendan ancha yosh. Tezda o'rganib oldi. Eplab ketadi. Juda soz. Senga hozir Abdusalom pul beradi. To'yga hozirlik ko'r. To'y o'tgach, siyoh, qalam, daftarlardan keragicha ol. Bu yerlarda ancha arzon bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Kechki taomdan so'ng u hovliga chiqdi. Darvoqe, uning ismi Sodiq ekan. Men 2 dinor olib chiqayotgan edim. Abdulloh to'xtatdi va 5 dinor berishimni aytdi. Axir bu juda ko'p-ku deganimda, u o'z ehtiyojidan kelib chiqib pul so'radi. Men o'z holimdan kelib chiqib pul beryapman dedi. Oradan 3 kun o'tib, biz yangi hisobchi bilan Iroqqa qarab yo'lga chiqdik. Lekin men uchun hamon Abdulloh uni qanday topgani jumboq edi. Axiri undan bu haqda so'radim. Men uni 2 yildan beri kuzataman. Aslida uni o'sha do'konchiga men ishga joylagandim. Uning harakatlari menga ma'qul kelgani uchun. Bir kuni bir do'konga kirdim. U yerda
bir necha kishi ovora bo'lib o'tirgan ekan. Sababini so'rasam, hisob-kitoblar aralashib ketayotganini aytishdi. Do'konchi bilan tanishligim uchun ishni kuzatib turdim. Bir payt shu yigitcha keldi. U do'kon egasini so'radi. Aytishicha, u turli tijoratchilarga yo'llanib, hisob-kitoblarni qilib berar ekan. Ushbu do'konchiga ham hisobchi kerakligini aytibdi bir tanishi. Do'konchi do'stim uni ichkariga chaqirdi. Yigitcha puxta ekani sezilib turardi. "Assalomu alaykum", dedi u odob bilan. Alik olingach, gapida davom etdi. "Sizga hisobchi kerak ekan. Bir tanishim tavsiya qilgandi. Ishingiz bilan tanishtirsangiz." "Albatta, qani omborga o'taylik", dedi tojir do'stim. Ular omborxonada to peshingacha ishlar bilan tanishdi. Nihoyat peshinni o'qib bo'lganimizdan keyin uni ishga qabul qilishini bildirdi. "Bu yigit menga ishlarimni bir haftada tartibga keltirib berishga va'da berdi", dedi do'stim. Men qiziqib qoldim, chunki uning tijorati menikidek katta edi. Shunchalik katta tijorat ishini bir haftada tartibga tushiradigan odam menga juda kerak. Shu bir hafta uning ishini kuzatdim. Muddat yaqinlashganda u 7 dona daftar bilan do'stimning oldida turardi. U har bir ishni o'ta aniqlik bilan alohida qilib yozib chiqqandiki, do'stim qoyil qolganidan 2 baravar to'lashini aytib yubordi. Aslida shu yigitni tavsiya qilgan men edim. Menligimni aytmasligini tayinlagandim. Xullas, uning mohirligiga ishondim. Ammo yana sinash kerak edi. Uni 2 yil obdon o'rgandim. U shu 2 yil ichida do'stimning tijoratidagi foydasini 20 barobar oshirib berdi. Uning halolligiga qoyil qolganman. Meni eng lol qoldirgan joyini senga aytaman. Aynan shu sababli uni ishga olyapman. Xullas, bir hafta burun bu yerga kelganimizda o'sha tijoratchi do'stim kelgandi. U bilan uzoq suhbatlashdik. Sodiq haqida antiqa bir voqea aytib berdi. U Sodiqqa maosh beribdi. U esa bir qismini unga qaytaribdi. Ajablanib turganini ko'rgan do'stimga, "Ajablanmang", deya gapida davom etibdi. "Men maoshni to'liq ola olmayman, chunki bu oy boshqa tojirlarning ham ishini sizning do'koningizda o'tirib bajardim. To'g'ri, sizning ishingiz ham har doimgidek bitdi, ammo ularning ishlarini sizning ishxonangizda va ish vaqtiga ajratilgan soatlarda bajardim. Iltimos, mendan rozi bo'ling." Do'stim rosa hayron bo'libdi. Nima qilarini bilmasdan menga aytdi, ammo Sodiqni qattiq hurmat qila boshlabdi. Agar iloji bo'lsa, u bilan bir umr ishlamoqchiligini aytdi. Men unga haqiqatni aytdim. U biroz o'ylanib qoldi, ammo rozi bo'ldi. "Sen nega hisobchini uning oldiga jo'natganimni bilasanmi?" "Yo'q", dedim qisqa qilib. Chunki do'stimning talabchanligi ortida uncha-buncha odam ishlolmasdi. Agar shu yigit ishlab ketolsa, men bilan bemalol katta ishlarni qila olishiga ishondim. Do'stim ishchilarni mavsum payti tong otgandan kun botgungacha ishlatadi, ammo haqqini ortig'i bilan beradi. Bu atrofda uningdek ko'p haq to'laydigan odam yo'q. Uningdek ko'p ishlatadigan odam ham yo'q. Uning bosimiga chidagan har qanday ishchi dunyoning istalgan burchagida o'ziga ish topib keta oladi. Agar unga raqobat qilib ishlashni eplasang, dunyoning har qanday burchagidagi ulkan tojirlar bilan osongina raqobatlasha olasan. Senga bir voqeani aytib berayin. 2 yil oldin u boshqa mamlakatdan yaxshi sopol idishlar olib kelardi. Bir kuni o'zi ishlab chiqara boshladi. Keyin shu atrofdagi bozorlarda sopol buyumlar narxi tushib ketdi. Qolgan savdogarlar endi undan ola boshladi. Nega bunday qilganini so'radim. Javobi juda ajoyib bo'ldi. Men sopol buyum oladigan savdogardan bir safar faqat men uchun katta miqdorda sopol buyumlar yasab bera oladimi, yo'qmi so'radim. U mijozlari ko'pligini, hatto ulgurmay qolayotganini aytdi. 10 kunga Shomga borgandim. Ammo shu bilan 3 oy qolib ketdim. Obdon sopolga ushlov berish sirlarini o'rgandim. Hatto sarmoyamdan ham pul tikdim. Nihoyat o'rganib olgach, Xurosonga qaytib kelib yasay boshladim. Mana ko'rib turibsan, odamlar xursand, chunki ular yarim bahosida sotib olyapti mahsulotlarni. Mana Abdusalom, shuning uchun ham Sodiqni uning oldiga jo'natgandim. Birinchidan u savdo sirini o'rganadi, ikkinchidan ko'zi pishadi. O'ylaganimdek bo'ldi.
Qani shomni o'qib olaylikchi? Namozdan so'ng Abdulloh bizga hadisi sharif rivoyat qildi. Fiqhdan masalalar aytdi. Xuftonni o'qib bo'lganimizdan so'ng chodirga dam olish uchun kirdik. Mening uyqum qochdi. Bir vaqtlar Abdullohning gazlama va mo'yna ishlab chiqaruvchilarni qanday topgani yodimga tushdi.